Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, avvalo kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki Avtomashina Channel sizga avtomobillar olamidagi eng so'nggi yangiliklar, sharhlar va foydali maslahatlarni taqdim etadi. Bugungi videoda 2026 Chevrolet Damas Van narxi va sharhi haqida batafsil gaplashamiz hamda nima sababdan u biznes uchun eng foydali tanlovlardan biri ekanini tushuntirib beramiz. Avtomashina Channel doimo real tajriba va aniq ma'lumotlarga tayangan holda kontent tayyorlaydi. 2026 yilgi Chevrolet Damas Van O'zbekiston bozorida uzoq yillardan beri o'zining soddaligi, arzonligi va ishonchliligi bilan mashhur bo'lib kelayotgan modelning yangilangan talqinidir. Ushbu avtomobil asosan kichik va o'rta biznes egalari uchun mo'ljallangan bo'lib, yuk tashish, servis xizmatlari va kundalik tijorat ehtiyojlari uchun juda qulay hisoblanadi. Tashqi ko'rinishi katta o'zgarishlarga uchramagan bo'lsa ham, ayrim dizayn elementlari zamonaviylashtirilgan, old panjarasi, bamperi va chiroqlari biroz yangiroq ko'rinishga ega. Texnik jihatdan 2026 Chevrolet Damas Van o'z sinfi uchun yetarli bo'lgan ko'rsatkichlarni taklif etadi. Avtomobil kichik hajmli ammo tejamkor dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, yoqilg'i sarfi juda past. Bu esa ayniqsa har kuni uzoq masofaga qatnaydigan tadbirkorlar uchun katta ustunlik hisoblanadi. Mexanik uzatmalar qutisi oddiy va mustahkam bo'lib, ta'mirlash xarajatlari hamyonbop. Damas Van shaharda tor ko'chalarda ham bemalol harakatlana oladi. Salon qismi maksimal darajada amaliy qilib yaratilgan, old o'rindiqlar qulay va ergonomik bo'lib, haydovchi uzoq vaqt mashina boshqarganda ham charchab qolmaydi. Asboblar paneli sodda va tushunarli, barcha tugmalar qo'l ostida joylashgan. Yuk bo'limi esa asosiy afzalliklardan biri bo'lib, u yetarlicha keng va turli xil mahsulotlarni joylashtirish imkonini beradi. Orqa eshiklar qulay ochiladi, bu esa yuk ortish va tushirish jarayonini tezlashtiradi. Xavfsizlik masalasida ham Chevrolet Damas Van minimal ammo zarur bo'lgan funksiyalar bilan ta'minlanadi. Bozor talabi nuqtai nazaridan qaraganda ham ushbu avtomobil o'z qiymatini yo'qotmaydi. Hatto bir necha yil foydalanilgandan so'ng ham uni sotish oson bo'ladi, chunki talab doimiy. Bu holat investitsiya sifatida ham foydali ekanini ko'rsatadi. Yangi 2026 talqini kichik yangilanishlari bilan yanada jozibador bo'lib, servislar va yetkazib berish kompaniyalari uchun yaxshi imkoniyat yaratadi. Shu sababli bugungi kunda ko'plab tadbirkorlar aynan shu modelga e'tibor qaratmoqda. Avtomobil tanlashda uzoq muddatli foyda muhim bo'lsa, Damas Van bu talabga javob beradi. Yana bir bor eslatib o'tamiz, kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'ling va yangi videolarni o'tkazib yubormang. Avtomashina Channel siz bilan birga avtomobil tanlash jarayonini oson va tushunarli qiladi. Har doim ishonchli ma'lumot bilan biz bilan qoling va biznesingiz uchun eng to'g'ri avtomobilni birgalikda tanlaymiz. Obuna bo'ling va videoni oxirigacha tomosha qiling. Albatta, rahmat aziz do'stlar.